Ustoz, xonadonimizda elektr energiyasi uchun har oy 400 ming, 500 ming oylik to'lov to'laymiz. Uni qanday hisoblaymiz? Asosan kuchlanish 220 voltli bir fazali счетчик turadi. Unda tok transformator bo'lmaydi. Misol tariqasida fevral oyida tabloda 120 kilovolt ko'rsatgan bo'lsa o'tgan oyga, mart oyi uchun tabloda 130 kilovolt soat ko'rsatib turibdi, ha? Ana o'sha mart oyidagi ko'rsatgan iste'mol energiyadan fevral oyidagi ko'rsatkichni ayiramizda, mart oyi uchun qancha elektr energiya iste'mol qilinganligini ayirib ajratib olamiz va bugungi kundagi 1 kilovat soat elektr energiya qancha tursa shunga ko'paytiramiz va natijani olamiz. Bu xonadonimiz uchun bir fazali счетчикlarning hisob kitobi. 3 fazali bo'lsa-chi? 3 fazali bo'lsa, mana ikkinchi misol, agar transformator toka ishtirok etsa kichik sexlarda, misol uchun 800 ga 5 degani birinchi sonni ikkinchi son bo'lamiz, koeffitsiyentni topib olamiz va o'sha iste'mol qilingan elektr energiyaga koeffitsiyentni ko'paytiramiz va qancha bir oyda iste'mol qilingan elektr energiyani qiymatini hosil qilamiz. Bu kichik sexlarda, ya'ni счетчигimiz kuchlanish 380 volt bo'lganda transformator toka ishtirok etganda hisob kitob qilinishi mana shunaqa tartibda bo'ladi. Zavodlarda mabodo счетчигimiz yuqori kuchlanish tomonga, высокий tomonga o'rnatilgan bo'lsa, transformator tokani yana koeffitsiyentini topamiz. O'sha 100 ga 5 turgan bo'lsa, 100 ni 5 ga bo'lamizda koeffitsiyent topamiz va yuqori kuchlanish tomonda kuchlanish transformatori borligi uchun kuchlanish transformatorini ham koeffitsiyentini topamiz. Demak, kuchlanishimiz agar 10 ming volt bo'lsa, o'sha 10 mingni 100 ga bo'lamiz. Chunki 100 volt bo'ladi. 10 mingni 100 ga bo'lamiz va koeffitsiyentni topamiz. Koeffitsiyent Tn degani kuchlanish transformatorining koeffitsiyenti. Endi haligi ko'rsatilgan ko'rsatkichdagi iste'mol qilingan elektr energiyaga mana koeffitsiyent transformator tokaga ko'paytiramiz va undan keyin koeffitsiyent transformator напряжениyaga ko'paytiramizda natijani olamiz. Ana undan keyin buni puliga ko'paytiramiz, natijani olamiz. Faqatgina bu uchinchi misol, счетчигimiz yuqori kuchlanish tomonda o'rnatilgan bo'lsa va счетчигimizni toki 5 amper, kuchlanish 100 volt bo'lsa, mana shu misol to'g'ri keladi. Mana shu tartibda iste'mol qilingan elektr energiyani hisoblaymiz. Tarmoqdagi kuchlanishimiz 10 ming volt bo'lsa, agar tarmoqdagi kuchlanishimiz 6 ming volt yoki 35 ming volt bo'lsa, xuddi shu tartibda mana bu joyga 6 mingni yoki 35 mingni yoki 110 mingni qo'yib 100 ga bo'lib olib, koeffitsiyent transformator напряжения, ya'ni kuchlanish transformatorining koeffitsiyentini topib olib, ana undan keyin hisoblaymiz. Tushunarlimi? Tushunarli.